Sen Allah bergan narsangni xazon qilishing mumkin. Sen Allah bergan narsani o'stirishing mumkin. Sen bu kitob degan mo'jizaga bir burilib boqmasang, ko'p narsadan o'tib ketasan. Mangu bir dunyoda kimdir aytgan 500 ta kitob bor, qayta o'qisa bo'ladi degan. Sen bu 500 ta kitobni topish uchun ehtimol 5000, ehtimol 50 000 kitobni o'qigan bo'lishing. Odam bo'lay desang o'qi. Zamon o'zgardi. Xo'jayinlar paydo bo'ldi. Keyin unga borib u qurgan zavodda ishlaydigan odamlar paydo bo'ldi. Mayli, har xil odam, bular ham bo'ladi. Lekin sen o'zingda biron narsa seçsang, birovga umr bo'yi xizmatkor bo'lib o'tishni xohlamasang, vatanni bir rivojiga ozroq hissa qo'shishni istasang o'qish kerak. O'qing deyman. Bola chaqangizni o'qishga o'rgating deyman. Uyda kitob bo'lsin deyman.